umid qilamiz. Demak, tumanimiz hokimi Akmalbek Ortiqovich tomonidan ayni damda ushbu jamoa musobaqaning kubogini qabul qilib oladi. Tabriklaymiz. Navbahor jamoasi g'alaba muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Endi esa millionlar o'yini futbol musobaqasining g'olib va sovrindor jamoalarini taqdirlash marosimiga o'tamiz. Sportning futbol turi bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasining qatnashchi jamoasi medal va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanadi. Albatta, musobaqada o'tkazilgan barcha uchrashuvlarda g'olib bo'lib, ushbu futbol bo'yicha birinchi o'rinni qo'lga kiritib, navbatdagi bosqichga yo'llanmani ham qo'lga kiritishmoqda. Birinchi o'rin